Assalomu alaykum davomat nazorati kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan ota-ona tomonidan to'lovni amalga oshirish qismini ko'rib chiqamiz. O'qituvchi tomonidan berilgan link orqali biz botga kirib olamiz. Mana start tugmasini bosamiz. Undan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Ro'yxatdan o'tish uchun sizdan telefon raqamingiz yuborilishi talab qilinadi. Shuni eslatib o'tish lozimki, siz kiritayotgan telefon raqam o'qituvchi tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lishi hamda telefon raqami yoningizda bo'lishi kerak, chunki unga tasdiqlovchi kod yuboriladi. Mana tasdiqlash uchun kod yuborildi va uni kiritishingiz uchun sizga bor yo'g'i 2 daqiqa vaqt beradi. Tasdiqlash uchun kod 6 ta raqamdan iborat bo'ladi. Raqamlarni teramiz. Demak, 627 814. Demak, sizga yangi sahifa ochiladi. Mana endi siz farzandlaringiz ro'yxatini bemalol kuzatib borishingiz mumkin. Siz uchun alohida profil ochib berildi. Mana bizning farzandlarimiz demak 3 ta bo'ladigan bo'lsa, Norqulov, Behruz, Saidov, Suhrob, Sharif va Gulibarno. Bularni hammasini to'g'risiga qizil X belgilari qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, bularning hech qaysiga to'lov amalga oshirilmagan. Endi biz to'lovni amalga oshirish uchun o'sha ism familiya egasini ustiga bosamiz. Mana birinchisiga bosamiz, Norqulov Behruzning ustiga. Mana farzandimizni demak rasmini, sinfini, qaysi ta'lim muassasasida o'qiydi, hammasi kelib chiqadi va sizga ko'rsatadi. Obuna holati X, ya'ni faol emas deb ko'rsatib turibdi. Endi obuna bo'lish tugmasini bosamiz. To'lash tugmasini ustiga bosamiz. Va открыть. Siz o'zingizga qulay holatni tanlashingiz mumkin. Xohlasangiz предложениyani o'zini ochib, o'shandan foydalanishingiz mumkin yoki telefon raqam kirgizib, telefon raqamga SMS kod keladi, o'sha orqali tasdiqlab to'lov qilishingiz mumkin va yoki oxirida mana kartaning 16 talik raqami hamda amal qilish muddatlarini kirgizgan holda to'lov qilishingiz mumkin bo'ladi. Menga hozir karta nomerini kirgizish qulayroq. Men shuni tanlab, hozir to'lovni amalga oshiraman. Mana karta raqamlarini, amal qilish muddatlarini terib olganimizdan so'ng продолжить tugmasini bosamiz. Mani kartam ulangan telefon raqamiga tasdiqlash kodi keladi. Shu kodni kirgizamiz va to'lov amalga oshiriladi. 613 550. 613 550. Demak, to'lov amalga oshirildi. Nazorat qilamiz. Ana endi tekshirish tugmasini bosamiz. Botga qaytib tekshirish tugmasini bosib ko'rdik. Mana obuna holati faol. Obunaning tugash sanasi 25-may 2026-yilda deb. Demak, mana shundan endi bemalol to'liq foydalangan holda farzandimiz Norqulov Behruzning qachon kirib chiqishi, qachon darsga kirishi, qachon darsdan chiqish holatlarini bemalol kuzatib borishimiz mumkin bo'ladi. Harakatlar tarixiga kirishimiz mumkin. Mana harakatlar tarixida bemalol so'nggi 10 kundagi harakatlarni kuzatib borishimiz mumkin. Orqaga tugmasini bosamiz. Boshida ko'rib o'tganimiz yodingizda bo'lsa, Norqulov Behruzning to'g'risida ham mana shunaqa qizil X belgisi bor edi. Ana endi o'sha yo'qoldi. Demak, Norqulov Behruz uchun to'lov amalga oshirilgan va obuna holati ijobiy hisoblanadi. Ya'ni ro'yxatdan o'tgan, to'lov amalga oshirilgan degan ma'noda X belgisi olib tashlanadi. Demak, qolgan farzandlaringizga ham xuddi shunday tartibda to'lov qilishingiz mumkin bo'ladi. Quyidagi eslatmalarga diqqat qilishingizni so'ragan bo'lardik. Farzandingiz ba'zida topilmadi degan xatolik chiqsa, iltimos sinf rahbarlariga bog'laning.
Telegram botning havolasini faqatgina sinf rahbari yoki maktabning mas'ul shaxslaridan qabul qiling. Har xil begona botlarga obuna bo'lish orqali kiber firibgarlik qurboni bo'lishingiz mumkin. Agar SMS kod tasdiqlash uchun kelmasa, telefoningizdan qisqa raqamlardan keladigan SMS xabarlarni blokdan oching. Ehtimol siz ularni spam deb belgilagan bo'lishingiz mumkin.